Assalomu alaykum qizlarjonlar, qishning birinchi kuni muborak bo'lsin. Bugun sizlarga oddiy qo'l mehnati yordamida ajoyib buket taxlab ko'rsataman. Buketimiz uchun videoda ko'rsatilgan narsalar kerak bo'ladi. Yasashni boshladik. Lentalarimizni bir xilda kesib olamiz va ularni zajgovka yordamida buklab, yopishtirib olamiz. Bu buketni 8-martlarda, tug'ilgan kunlarda tayyorlab bersangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa zakazga taxlab bersangiz ham bo'ladi. Qo'l ishi har doim qimmat yuriydi. Lentalarni xuddi shunday qilib yasab olamiz. Gullaringizni katta kichikligiga qarab lentalarni ko'paytirsangiz ham bo'ladi, kamaytirsangiz ham bo'ladi. Buketimga bambuk tayoqchalarini kattasidan olganim yetmay qoldi. Kichkinasini ikkitasini bitta qilib skotchlab xuddi mana shunday qilib oldim. Lentalarimizni pistolet kley yordamida bir-biriga ulab chiqamiz va tayoqchamizga gul shaklini berib o'rab chiqamiz. Hozir menda kichkina gul bo'ldi. Endi gulimizni ustiga kley qo'yib, zarlarimizni sepib olamiz. Videodagi stepler buketimizni fatillarini tikishga kerak bo'ladi. Zarli qog'ozimizni ichiga bolajonlarimiz sevib iste'mol qiluvchi chupa-chupslarni joylashtirib olamiz va uni ham bambuk tayoqchalariga skotchlab chiqamiz. Hamma gullarini, chupa-chupslarini birlashtirib, rangli rulonli qog'ozimizga o'raymiz va ustidan fatilni stepler yordamida tikib chiqamiz. Buketim ham tayyor bo'ldi. Bu chupa-chups va gullarni mana shu narsaga qotirib chiqdim. Bu gul do'konlarida sotiladi. Men oldingi safar chupa-chupsning o'rniga shokolad qo'ygandim. Keyingi safar chupa-chups qo'ydim. Bu buketni svetilnik sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi.